Mana yo'lda ko'rib turganlaringdek mashinalarimiz juda serqatnov, mashinalar juda ko'p harakatlanadi. Shu munosabati bilan shu yo'lda bahs hodisalarini oldini olish uchun mana tezlikda pasaytirib yurishlari uchun bu shopirlarga mana hozir Qo'shtepa tumani yo'l xizmati rahbari ham mana shu yerdalar. Mana xudo xolasa mana shu yerga kamera o'rnatilyapti. Qoidabuzarlikni aniqlaydigan kamera o'rnatilyapti. Mana beshkalarimiz kelgan. Chiroyli qilib kameralarni o'rnatamiz, kuzatasizlar. Maqsad shopirlarni jarimaga tortish emas. Mana bu yo'lda bahs hodisalarning oldini olish uchun bu ishlar amalga oshirilyapti. Hurmatli shofyorlarimiz, mana Qo'shtepa tumani Shahartepasiga qoidabuzarliklarni aniqlaydigan kamera o'rnatilyapti. Xushlovliklarni oshirasizlar. Mana harakat juda ko'p. Mashinani ko'ti uzilmaydi bu yerda. Shu uchun ilojimiz yo'q. Shu ishlar qilinyapti. Mana mashinalar juda tez kelyapti. Shu narsalarni oldini olish uchun, odamlarni xavfsiz harakatlanish uchun shu ishlar amalga oshirilyapti. Mana mashinalarni ko'ring. Juda ko'p. Harakat ko'pligi uchun bu ishlar qilinyapti. Ana kamera o'rnadi. Hozir to'kilariga ulaymiz hozir. Alami jettiligi. Mashinani ko'pligini ko'ryapsiz. Qilmasa iloji yo'q. Mana tez ketayotgan mashinalarni ko'ryapsizlar. Texnikani oqimi to'xtamaydi-da. Shu uchun bu ishlar qilinyapti. Hurmatli shofirlar, yo'llarda tezlikni pasaytiramiz. Mana Shahartepani svetoforning yaqiniga kamera o'rnayapti. Tezlik, remin. Qoidabuzarliklarni aniqlaydigan kamera o'rnayapti. Hushyorlikni oshiramiz. Yo'llarda yurganimizda hurmatli shofyor akalarimiz, qoidani buzmasak, xudo xolasa jarima ham to'lamaymiz. Faqat bu qilayotgan ishlarimizni to'g'ri tushunasizlar. Iloji yo'qligidan bu ishlar bo'ldi. Hammalaringga katta rahmat. Assalomu alaykum jamoatchi nazorat adminlari. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'idan yana bir yangilikni sizlarga chiqaraman. Mana ko'rib turgan yo'limiz Bag'i Marg'ilon, Baxtamon, Yazovonga ketish. Mana shu yo'llarda mashina juda serqatnov bo'lgani tufayli odamlarga xavfsiz harakatlanish uchun Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'ida ishlar olib borilyapti. Mana ko'rib turganingiz mana ko'chadan ertalab odamlar ishga ketishadi. Mana shu chiqqandan keyin neta svetofor yo'q. Yo'lda o'tish juda qiyin bo'ladi. Mana mashinani ko'ti uzilmasdan endi hozirda shu joyga mana Qo'shtepa tuman hokimimiz tomonidan Anvar Aliyevning tashabbuslari bilan mana shu Shahartepa mahallamizning birinchi
ko'chasi bo'ladi bu. Ko'rib turganingiz, shu ko'chaga mana svetofor o'rnatish ishlari olib borilyapti. Bu uchun Qo'shtepa tuman hokimi Anvar Aliyevga katta rahmatlarimizni aytamiz. Ichki ishlar rahbarlarimizga rahmat aytamiz. Yo'l patrul xizmati rahbarlariga o'zimiz rahmatimizni aytamiz. Maqsad yo'llarda baxtsiz hodisalarni olish. Mana bitta peshobod chiziqlarni chizdiramiz, zo'r bo'lib ko'rsataman, hozir ko'rasizlar. Mana svetoforlar, mana ustalar salafanlaridan chiqarib chiroyli qilib o'rnatishyapti. Hozir buni akalarimiz haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Mana shu yerga qo'yamiz, hozir qo'yishni ko'rsataman. Mana svetofor bu Yazovon tomondan kelayotgan tomonga o'rnadi. Mana ko'rib turibsiz, mashinalar juda ko'p. Shularni inobatga olib, kelib o'rganib, mana Qo'shtepa tuman hokimining o'zi kelib o'rgandi bu joyda. Bu ishlarni tezlik bilan amalga oshirib, odamlarni xavfsiz qilish uchun bu ishlarga mablag'lar ajratib, shu ishlar mana amalga oshib, bugun o'rnatilyapti. Xudo xolasa bugun bu ishga tushadi. Bu uchun xalqimiz o'ylayotgan rahbarlarimiz katta rahmat sizlarga. Maqsad bitta, faqat yo'lda bo'layotgan baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun bu ishlar amalga oshyapti. Bu uchun shu uchun jamoatchilik nazorati adminlari shu rahmatnomalarimizni Qo'shtepa tuman hokimi rahbarlariga jo'natib bersalaringiz, sizlardan xursand bo'lamiz. Suv nimaga yo'q? Maqsad xudo xolasa yetyapti, odamlarning xavfsizligi uchun bo'lyapti mana. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Katta rahmat. Shu rahmatnomamizni yetkazib beringlar, iltimos.